Toshkent tumani axborot kutubxona markazi Sobir Onar tavalludining 62 yillik munosabati bilan book trailer tayyorlandi. Sobir Onar 1964-yilning 25-fevralda Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Quvkalla qishlog'ida tug'ilgan. O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. 1986-yildan boshlab Yoshlik jurnalida adabiy xodim sifatida faoliyatini boshlab, bo'lim mudiri, bosh muharrir o'rinbosari, bosh muharrir vazifalarida ishlab kelgan. Sobir Onar asarlari respublika nashriyotlarida 1984-yildan buyon chop etilib kelinadi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, davlat mukofoti laureati. 1993-yil davlat mukofotiga loyiq topilgan. Yaqin kunlarda Abadiy yoshlik, O'g'rilar kabi asarlari nashrdan chiqqan. Taniqli yozuvchi, tarjimon va O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Sobir Onar 2022-yil 18 dekabr kuni 58 yoshida xastalik tufayli vafot etgan.